Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va yaqinlari pensiya oladigan barcha tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan keyin indeksatsiya sabab pensiya va nafaqa summalari qanday o'zgaradi, kimning puli oshadi, kimda summa bir xil qolishi mumkin, kim esa albatta hujjatlarni tekshirtirishi kerak. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas. Ota-onasi, buvisi, bobosi, nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan yaqinlari bor har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hisob, bitta yetishmayotgan hujjat yoki bitta e'tiborsizlik oyma-oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Men bugun sizga murakkab rasmiy tildagi gaplarni oddiy qilib, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p xatolar aynan oxirida aytadigan amaliy qadamlar bo'yicha bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam eshitsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqini vaqtida oladi. Avvalo indeksatsiya nima ekanini aniq tushunib olaylik. Indeksatsiya degani pensiya yoki nafaqa summasining narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha davlat belgilagan o'zgarishlarga mos ravishda qayta ko'rib chiqish degani. Oddiy tilda aytsam, bugun bozordagi non, yog', dori kommunal to'lovlar, transport va boshqa xarajatlar kechagidan qimmatroq bo'lsa, pensionerning daromadi ham mutlaqo o'zgarishsiz qolmasligi kerak. Shu sababli ma'lum davrlarda pensiyalar qayta hisoblanadi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Menga pensiya tayinlangan, endi shu summa doim keladi. Aslida bunday emas. Pensiya tizimida bir nechta omil bor. Bazaviy miqdorlar. Ish staji, oldingi ish haqi, ustamalar, imtiyozlar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya turi, minimal kafolatlangan to'lovlar. Indeksatsiyadan keyin ba'zan hamma summalar bir xil foizga oshadi. Ba'zan esa faqat ma'lum toifalar ko'proq sezadi. Ayrimlarda esa oshish kichikroq ko'rinadi. Mana shu joyda eng katta chalkashlik boshlanadi. Kimdir qo'shnisidan eshitadi. Mening pensiyam 170 ming so'mga oshdi. Boshqa odam qaraydi. Unda atiga yaqin 10 ming so'm oshgan. U darrov meni aldashdi deb o'ylaydi. Yoki aksincha, kimdir bank kartasiga yangi summa tushganini ko'rib, nega bunday bo'lganini tushunmaydi. Men ekspert sifatida aytaman. Har bir pensionerning hisob kitobi alohida. Qo'shni bilan, qarindosh bilan, mahalladagi boshqa odam bilan solishtirish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Lekin umumiy qoidalarni bilsangiz, o'zingizdagi summaning mantiqini tekshira olasiz. 1 avgustdan keyingi o'zgarishning asosiy mohiyati shundaki, pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar yangi belgilangan miqdorlar asosida qayta hisoblanadi. Bu yangi summa kartaga tushganda yoki pochta orqali berilganda ko'rinadi. Lekin hamma o'zgarish bir kunda bir xil va ideal tartibda sezilmasligi mumkin. Ba'zan bank tizimidagi o'tkazmalar ro'yxatlar yangilanishi, hududiy bo'limlarda qayta hisob-kitob jarayoni sababli odamlar bir necha kun farq bilan pul oladi. Shu bois birinchi qoidani eslab qoling. Yangi summa ko'rganingizda avval hisob varaqani, SMS xabarini yoki pensiya bo'limidagi ma'lumotni tekshiring, vahimaga tushmang. Lekin befarq ham bo'lmang. Endi kimlar albatta e'tibor berishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi toifa yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta guruh. Agar siz pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va har oy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, indeksatsiya sizga bevosita ta'sir qiladi. Sizning yangi summangiz, avvalgi pensiyangiz, stajingiz, ish haqi ko'rsatkichlaringiz va qo'shimcha ustamalarga qarab shakllanadi. Masalan, bir pensioner 1 avgustgacha 1.200 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. Indeksatsiya natijasida uning hisob kitobi 20% atrofida oshirilsa, yangi summa taxminan 1.220 ming so'm bo'lishi mumkin. Lekin men bu yerda aniq hamma uchun shunday demayman. Chunki kimdadir ustama bor, kimdadir yo'q. Kimdadir pensiya minimal chegaraga bog'langan. Kimdadir oldingi ish haqi yuqori bo'lgan. Shuning uchun 1.200 ming so'm olayotgan ikki pensionerning yangi summasi ham bir xil chiqmasligi mumkin. Ikkinchi misol, aytaylik, bir opa 900 ming so'm atrofida pensiya olardi. Uning pensiyasi minimal kafolatlangan miqdorlarga yaqin bo'lsa, indeksatsiyadan keyin nafaqat foizli oshish, balki eng kam darajaga yetkazish mexanizmi ham ishlashi mumkin. Ya'ni uning o'sishi qo'shnisinikidan ko'proq ko'rinishi ehtimoli bor. Chunki davlat ayrim past pensiyalarni ma'lum minimal darajadan past tushirib qo'ymaslikka harakat qiladi. Shunday holatda odam nega menda ko'proq oshdi deb hayron bo'ladi. Sababi uning pensiyasi eng kam kafolatlangan miqdorga bog'langan bo'lishi mumkin.
ikkinchi toifa nogironligi bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda holat yanada nozik. Nogironlik guruhi mehnat staji bor yoki yo'qligi, nogironlik qachon belgilanganligi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, qayta ko'rik muddati kabi masalalar hisobga olinadi. Agar odamda guruhi nogironlik bo'lsa, u bilan 2 yoki 3 guruh bo'yicha to'lov bir xil bo'lmasligi tabiiy. Indeksatsiyadan keyingi yangi summa ham guruhga qarab farqlanadi. Masalan, guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Bunday holatda faqat asosiy pensiya emas, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki parvarish bilan bog'liq imtiyozlar ham muhim bo'ladi. Faqat asosiy pensiya oshibdi, ustama o'zgarmabdi degan savol paydo bo'lsa, buni alohida tekshirtirish kerak. Chunki hamma ustamalar bir xil tartibda indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchilar. Bu toifada bir oilada bir nechta bola yoki mehnatga layoqatsiz a'zo bo'lishi mumkin. Hisob kitob har bir nafaqa oluvchiga, ulushga huquqli shaxslar soniga qarab o'zgaradi. Masalan, ota vafot etgan. Oilada 2 nafar voyaga yetmagan farzand bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi 2 nafar bola uchun hisoblanadi. Agar bolalardan biri 18 yoshga to'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjat taqdim etilsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Indeksatsiyadan keyingi yangi summa shu kabi holatlarga ham bog'liq. 4-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik savol beradi. Men pensiyadaman, lekin ishlayapman. Menga ham o'shadimi? Umumiy qoida shuki, pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, indeksatsiya masalasi ham tegishli tartibda qo'llanadi. Lekin ishlayotgan pensionerlarning ayrim holatlarida ish joyidan olinadigan ma'lumotlar, daromad, to'lov shakli, byudjet yoki xususiy sektor bilan bog'liq farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ayniqsa o'z shaxsiy pensiya ma'lumotlarini tekshirtirishi kerak. Hayotiy misol keltiraman. Bir aka 63 yoshda pensiyaga chiqqan, keyin yana qorovul bo'lib ishlashda davom etgan. U pensiyasini kartadan oladi. Maosh esa alohida tushadi. Indeksatsiyadan keyin u faqat ish haqidagi o'zgarishni ko'rib, pensiyasini tekshirmagan. Oradan 2 oy o'tgach, qo'shnilar bizda oshdi degandan keyin borib so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, uning pensiyasi oshgan, lekin karta SMS xabarnomasi ulanmagan. U eski odat bo'yicha umumiy balansga qaragan va farqni sezmagan. Shuning uchun men doim aytaman, faqat kartadagi umumiy pulga qaramang. Aynan pensiya tushumi bo'yicha sanani va summani ajratib ko'ring. Yana bir misol. Bir opa 35 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda ayrim yillardagi ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. O'sha vaqtda u buni ahamiyatsiz deb o'ylagan. Keyin indeksatsiya bo'lganda ham uning pensiyasi past-pastdan hisoblanishda davom etgan. Agar asosiy hisob noto'g'ri bo'lsa, indeksatsiya ham noto'g'ri asos ustiga qo'shiladi. Ya'ni xato faqat bir oyga emas, har oy takrorlanadi. Shu sababli pensiya miqdori siz kutgandan ancha past ko'rinsa, faqat indeksatsiya kam bo'ldi deb o'ylamang. Avval pensiya tayinlangan paytdagi staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiring. Endi kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, stajingiz va ustamalaringiz oldin tekshirilgan bo'lsa, 1 avgustdan keyin yangi summa avtomatik tartibda aks etishi kerak. Bunday odamga har kuni idoraga yugurish shart emas. Lekin baribir birinchi yangi to'lov kelganda summani yozib oling. Eski summa bilan solishtiring, farqni hisoblang. Agar farq mantiqan tushunarli bo'lsa, ortiqcha tashvishlanishga hojat yo'q. Lekin kimlar albatta hushyor bo'lishi kerak? Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Pensiya hujjatlar yaqinda qayta rasmiylashtirilganlar. Nogironlik guruhi o'zgarganlar. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgarganlar. Boshqa hududga ko'chganlar. Plastik kartasini almashtirganlar. Familiyasi yoki pasport ma'lumotlari o'zgarganlar. Sud qarori yoki arxiv hujjati asosida staj ko'chirganlar. Mana shu holatlarda tizimdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, yangi summa vaqtida yoki to'liq aks etmasligi mumkin. Endi istisnolar, ko'p uchraydigan xatolar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya bilan qayta hisoblash bir xil tushuncha emas. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatingiz, qo'shimcha stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozingiz yoki oilaviy holatingiz sabab alohida amalga oshiriladi. Ba'zan odam indeksatsiyani kutadi, lekin aslida unga qayta hisoblash kerak bo'ladi.
Masalan, arxivdan eski ish joyi bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Bu hujjat pensiya bo'limiga topshirilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu indeksatsiyadan alohida masala. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshganini ko'rish uchun faqat qo'lga tekkan pulga qarash yetarli emas. Nega? Chunki ayrim pensionerlarda kredit ushlanmasi bo'lishi mumkin. Aliment yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Bank kartasidan avtomatik to'lovlar ulangan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi 1 million 100 ming so'mdan 1 million 210 ming so'mga oshdi. Lekin uning bank kreditiga 200 ming so'm avtomatik yechib olinadi. U qo'lida qolgan summani ko'rib, oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida oshgan, faqat ushlanmadan keyin sezilmay qolgan. Shuning uchun bankdan tushum va yechimlar tarixini alohida ko'rish kerak. Uchinchi nozik jihat. Pochta orqali oladiganlar bilan karta orqali oladiganlarda pul kelish sanasi farq qilishi mumkin. Karta orqali to'lov odatda tezroq ko'rinadi. Pochta orqali esa jadval bo'yicha yetkaziladi. Agar mahallangizda bir odam 1 avgustdan keyingi yangi summani oldi, boshqasi hali olmadi. Bu darhol xato degani emas. Lekin belgilangan to'lov kundan ancha o'tib ketgan bo'lsa, albatta so'rash kerak. 4-nozik jihat. Minimal pensiya va yuqori pensiya o'sishi bir xil ko'rinmaydi. Agar ikki pensionerga bir xil foiz qo'llansa ham puldagi farq boshqacha bo'ladi. Masalan, taklif 1000 so'mga 10% qo'shilsa, taklif 1000 so'm bo'ladi. 2500 ming so'mga 10% qo'shilsa, 2000 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun kimdir falonchida 2000 ming oshibdi, menda 8000 ming desa, bu har doim adolatsizlik belgisi emas. Asosiy summa boshqacha bo'lgani uchun qo'shilgan pul ham boshqacha bo'ladi. 5-nozik jihat. Qo'shimcha to'lovlar hammasi ham bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Pensiya tarkibida asosiy qism mustaqa kompensatsiya, imtiyozli to'lovlar bo'lishi mumkin. Ayrimlari indeksatsiyaga bog'liq, ayrimlari qat'iy miqdorda belgilangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiyam 15% oshishi kerak edi. Lekin umumiy summada 12% ko'rinyapti. Degan holat yuz bersa, tarkibiy qismlarni ajratib ko'rish kerak. Men bunday vaziyatda oddiy maslahat beraman. Pensiya bo'limidan yoki elektron xizmat orqali pensiya hisob kitobi tarkibini so'rang. Faqat umumiy summani bilish yetarli emas. 6-nozik jihat, hujjatdagi bitta harf ham muammo keltirishi mumkin. Familiya eski pasportda bir xil, yangi ID kartada boshqacha yozilgan, otasining ismi qisqartirilgan, tug'ilgan sana bir hujjatda nem 5, boshqasida nem 10 bo'lib qolgan holatlar uchraydi. Bunday xatolar to'lovni butunlay to'xtatib qo'ymasligi ham mumkin. Lekin qayta hisoblash yoki ma'lumot almashinuvda muammo beradi. Ayniqsa arxiv hujjatlar eski kiril yozuvida bo'lsa, ism familiya transliteratsiyasida farq chiqishi mumkin. Men buni mayda narsa deb qaramaslikni maslahat beraman. 7-nozik jihat, chet elga vaqtincha ketgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, to'lov tartibi, ishonchnoma, bank kartasidan foydalanish, yashash holatini tasdiqlash kabi masalalar yuzaga kelishi mumkin. Indeksatsiya umumiy tartibda bo'lsa ham hujjat yoki tasdiq masalasida kechikish bo'lsa, pulni olishda muammo chiqadi. Shuning uchun chet elda yurgan pensionerlar yoki ularning farzandlari oldindan vakolatnoma, bank kartasi muddati, telefon raqamga ulangan SMS va shaxsiy kabinet imkoniyatlarini tekshirtirsin. 8-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning puli. Bu juda nozik, lekin hayotda uchraydigan masala. Pensioni vafot etganidan keyin pensiya to'lovlari bo'yicha alohida tartiblar bor. Oila a'zolari karta kelib turibdi deb pulni ishlatib yuborsa, keyin qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoraga xabar berish. Dafn puli yoki olinmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibni so'rash kerak. Indeksatsiyadan keyingi davrda ham bu qoidalar o'zgarmaydi. Huquq bo'lmagan pulni ishlatish keyin muammo keltiradi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, eski summangizni yozib oling. 1 avgustgacha qancha pensiya yoki nafaqa olganingizni aniq biling. Taxminan 1 million atrofida degan gap yetmaydi. Bank SMS, mobil ilova, pochta kvitansiyasi yoki daftar yozuvi bo'lsa, o'sha summani aniqlang. Ikkinchi qadam, 1 avgustdan keyin tushgan yangi summani alohida tekshiring. Kartangizga bir nechta pul tushadigan bo'lsa, pensiya tushgan sanani toping. Masalan, farzandingiz pul yuborgan bo'lishi mumkin, kommunal kompensatsiya tushgan bo'lishi mumkin, ish haqi tushgan bo'lishi mumkin. Bularni pensiya bilan aralashtirmang.
Bank ilovasida operatsiyalar tarixiga kiring yoki bankka borib ko'chirma oling. 3-qadam farqni hisoblang. Eski summa 10 ming so'm, yangi summa 10 ming so'm bo'lsa, oshish 10 ming so'm. Eski summa 10 million 500 ming so'm, yangi summa 10 million 6 million so'm bo'lsa, oshish 20 ming so'm. Bu oddiy hisob sizga keyingi savolni to'g'ri berishga yordam beradi. Idoraga borganda kam tushdi deyishdan ko'ra, oldin falon summa olardim, hozir falon summa tushdi. Farq shuncha. Hisob tarkibini tushuntirib bering desangiz, masala ancha tez aniqlanadi. 4-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya daftarchasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi hujjatlari, talabalik ma'lumotnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati kerak bo'lishi mumkin. Har kimga ham barchasi kerak emas, lekin o'zingizdagi holatga tegishlisini olib borsangiz 2 marta qatnamaysiz. 5-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaatni og'zaki aytib ketish bilan cheklanmaslik kerak. Agar jiddiy farq bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: mening pensiya miqdorim 20 avgustdan keyingi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangani tekshirib berishingizni, pensiya tarkibi va yangi summa qanday shakllanganini yozma tartib tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, pensiya turi va murojaat sababi ko'rsatiladi. 6-qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlating. Ko'p odam xato qiladi. Idoraga boradi, gaplashadi, chiqib ketadi, keyin menga javob berishmadi deydi. Agar ariza ro'yxatga olinmasa, uningizni topish qiyin. Shuning uchun kirim raqamini so'rang, ariza nusxasiga belgi qo'ydiring yoki elektron murojaat bo'lsa, tasdiq raqamini saqlab qo'ying. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni yo'qotmang. Qonunchilikda murojaatlarga javob berish muddatlari bor. Siz birinchi kuni yo'q janjal qilishga shoshilmang, lekin arizangiz yo'qolib ketishiga ham yo'l qo'ymang. Belgilangan muddat o'tsa, yuqori tashkilotga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, faktlar kuchli bo'ladi. Eski summa, yangi summa, sanalar, ariza raqami, olgan javobingiz. 8-qadam. Agar sizda eski staj bo'yicha hujjat yetishmasa, arxivga so'rov bering. Masalan, sovxozda, zavodda, maktabda va kasalxonada, qurilish tashkilotida ishlagan yillaringiz mehnat daftarchasida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi pensiyani oshirishga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Ayniqsa ayollar uchun dekret davri, bolani parvarishlash davri, erkaklar uchun harbiy xizmat davri, zararli ish sharoitida ishlagan davrlar. Uzoq yillik pedagogik yoki tibbiy staj kabi masalalar alohida ahamiyatga ega. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar mobil ilova ishlatmaydi, bank ko'chirmasini tushunmaydi, idoraga borishga qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar bu masalada befarq bo'lmasin. Lekin yordam berayotganda hammasini qonuniy qiling. Karta PIN kodini begonalarga bermang. Pensioner nomidan ariza topshirish kerak bo'lsa, vakolat masalasini to'g'ri rasmiylashtiring. Hujjatlarning asl nusxasini ehtiyot qiling. 10-qadam, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir raqamga ishonmang. Men ko'p ko'raman, kimdir hammaga falon summa qo'shiladi deb yozadi. Kimdir avgustdan hamma 2 million oladi deydi. Bunday gaplar odamlarni chalg'itadi. Raqamlar har doim rasmiy manba, shaxsiy hisob-kitob va to'lov hujjati orqali tekshirilishi kerak. Sizning pensiyangiz sizning tajingiz, maoshingiz, imtiyozingiz va to'yfangizga bog'liq. Shuning uchun umumiy xabarni eshiting, lekin yakuniy xulosani o'z hujjatingizga qarab chiqaring. Men yana bir muhim maslahat beraman. Pensiya masalasida uyalmang. Ayrim odamlar idora xodimlarini bezovta qilmay deb yillar davomida kam pul olib yuradi. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Savol berish, hisob-kitobni so'rash, yozma javob talab qilish odobsizlik emas. Aksincha, tartibli fuqaro shunday qiladi. Faqat gapni hurmat bilan, hujjat bilan, aniq savol bilan olib borish kerak. Agar yangi summa umuman tushmasa, avvalo 3 narsani tekshiring. Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Hisob raqamingiz faolmi? To'lov sanasi hali kelmaganmi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar siz pochta orqali olsangiz, mahalliy pochta bo'limidan tarqatish jadvalini so'rang. Agar karta almashtirgan bo'lsangiz. Yangi karta rekvizitlari
pensiya tizimiga to'g'ri kiritilganini tekshiring. Juda ko'p holatda muammo pensiya hisobidan emas, to'lov yetkazish kanalidan chiqadi. Agar summa tushdi, lekin juda kam oshgan bo'lsa, darhol tarkibiy hisob kitobni so'rang. Menga nega kam degan savol umumiy. Asosan pensiya qismi qancha, ustamalar qancha, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan, ushlanmalar bormi degan savol aniq. Aniq savolga aniq javob olish osonroq. Agar sizning nogironlik guruhingiz yaqinda o'zgargan bo'lsa, tibbiy xulosa pensiya tizimiga yetib borganini tekshiring. Ba'zan odam komissiyadan o'tadi, qo'lida hujjat bor. Lekin tizimda yangilanish kechikadi. Natijada eski guruh bo'yicha to'lov davom etadi. Bunday holatda hujjat nusxasini olib borib, qayta hisoblashni so'rash kerak. Agar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola 11 yoshdan oshib o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, talabalik ma'lumotnomasini vaqtida topshirish juda muhim. Aks holda indeksatsiyadan keyingi yangi summa emas, hatto eski to'lovning o'zi ham to'xtab qolishi mumkin. O'quv yili boshida buni albatta esdan chiqarmang. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan keyingi indeksatsiya pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun juda muhim jarayon. Kimningdir pensiyasi sezilarli oshadi. Kimdadir oshish kichikroq ko'rinadi. Kimdadir esa hujjat yoki bankdagi muammo sabab summa vaqtida aks etmasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l eski summani biling, yangi summani tekshiring, farqni hisoblang, hujjatlaringizni tartibga keltiring va zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizga ekspert sifatida yana bir bor aytaman, pensiya bu sadaqa emas, bu yillar davomida qilingan mehnat, to'langan badallar. Qonun bilan kafolatlangan huquq natijasidir. Shuning uchun o'z haqingizni bilib oling, yaqinlaringizga ham tushuntiring, ayniqsa yosh katta odamlarni yolg'iz qoldirmang. Sizda 1 avgustdan keyin pensiya yoki nafaqa summasi o'zgardimi? Qancha oshdi? Qaysi hududdansiz? Qanday muammo bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya oladigan yaqinlaringizga albatta yuboring.